erkaklarda ham uchraydi ko'krak patologiyalari. Значит, bu videomiz nafaqat ayollar uchun, balki erkaklar uchun ham tegishli. Ko'krak bezlari birisi katta, birisi kichik. Bu normal holatmi? Ko'pchilik ayollarimizda 70-80% hollarda asimetriya, ya'ni ko'kraklarning bittasi katta, bittasi kichik. Bu nima? Qanday narsa bu? Implant qo'yilgandan keyin bemalol emilishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring do'stlar. Sababi video davomida o'zingiz, onangiz, ayolingiz haqida savollar, javoblar ketadi. Va bu keyinchalik sizning hayotingizda ham kerak bo'lishi mumkin. Albatta o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum Mr. va Miss obunachilarim, yaxshimisizlar? Savollaringiz yaxshimi? Sizlarni proyektimizda, ya'ni sog'liq haqida gaplashamiz proyektimizda ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandman. Bugun sizlarga zo'r shifokorni taklif qildik mana shu ko'rsatuvimizga. Ya'ni onkolog, mammolog, xirurg shifokori Sabirov Nuriddin Abdullayevich. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men ismim Nuriddin, xirurg, onkolog, mammolog shifokoriman. Asosan ko'krakdagi patologiyalar bilan shug'ullanamiz. Qayerni bitirgansiz? 2019-yil Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialini bitirib, shu yilning o'zida xirurgiya yo'nalishi bo'yicha ordinaturani o'qishga kirib, 2021da bitirib, keyin onkologiya bo'yicha o'qiganman. Onkologiyani Toshkent Turonsda tugatganman. Keyinchalik Sankt-Peterburgda Gorodskoy onkologiyada plastik amaliyoti bo'yicha o'tganman. Ha. Shunda siz hozir xirurgsiz ham, onkolog va mammologsiz. Hozir asosan qaysi yo'nalishda ishlaysiz? Asosan hozir sut bez saratoni bo'yicha, onkologiya bo'yicha ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Xo'p. Ish faoliyatingiz, ya'ni ish joyingiz qayerda? Urganch shahar Surjmet xalqaro klinikasida ishlayman. Ya'ni Xorazmdagi. Xorazmdagi. Xo'p. Bo'lmasa, bemorlarimiz, ya'ni obunachilarimiz bilmaydi, mana onkolog qanday shifokor, mammolog ko'pchiligi bilmasligi mumkin. Bir tanishtirib o'tsangiz, qanday shifokor bu? Onkolog, mammolog shifokor bu ko'krakdagi patologiyalar bilan ishlaydigan doktorlarga mammolog deb aytiladi. Endi bu ko'proq ayollarda uchraydigan patologiyalar bo'ladi, lekin erkaklarda ham uchraydi ko'krak patologiyalari. Значит, bu videomiz nafaqat ayollar uchun, balki erkaklar uchun ham tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring do'stlar. Sababi video davomida o'zingiz, onangiz, ayolingiz haqida savollar, javoblar ketadi. Va bu keyinchalik sizning hayotingizda ham kerak bo'lishi mumkin. Albatta o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Bo'lmasa, o'zingizni tanishtirib o'tdingiz. Mana yana obunachilarimga savolim bor. Mana shu bizning sog'liq haqida gaplashamiz proyektimizni keyingi sonlarida qaysi shifokor bilan biza podkast o'tkazishimizni xohlaysizlar? Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar va savollaringiz bo'lsa ham yozib qoldiringlar. Mana bitta sizlarga savolim bor. Bu nima? Qanday narsa bu? Bu haqida bilganlaringizni kommentariyaga yozinglar. Video davomida bilib olasizlar bu nimaligini. Bo'lmasa, bugungi mavzumizni tanishtirib o'tamiz. Ya'ni bugungi mavzumiz bu ko'krak kasalliklari haqida gaplashib o'tamiz. Bo'lmasa, savollarni, obunachilarimizdan kelgan savollarni boshlaymiz. Birinchi savolimiz, ya'ni obunachimiz yozibdilar, sut bezi raki, ya'ni saratoni qanday kasallik? Ha, albatta. Sut bez saratoni qanday kasallik va qanday kelib chiqadi? Eng birinchi asosan bu genetik jihatdan bo'ladi. Ya'ni ota-onasidan farzandlarga genlar orqali o'tadi. Bu genlar BRCA1, BRCA2 deb ataladigan genlar. Ikkinchisi bu gormonal o'zgarishlar sababli bu rak kelib chiqishi mumkin ko'krakda. Ya'ni ko'proq ayollarda jenskiy gormonlar deymiz, estrogen, progesteron, gormonal disbalans o'zgargandan kelib chiqishi mumkin. Uchinchisi hayotiy tarzi, ya'ni ichishi mumkin, chekishi mumkin, semirishi yoki kam harakatli ayollarda, semiz ayollarda ko'proq rak uchraydi. Undan tashqari boshqa patologiyalar ham kelib chiqishi mumkin. Gormonal o'zgarish ham bu rakka sabab bo'lishi ehtimoli yuqori. Ko'proq. Xo'p. Bo'lmasa keyingi savolga o'tamiz.
ko'pchilik mana yurtdoshlarimiz bu yerda yozibdi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz chet davlatga ketib ishlashadi. Ayollari 6-10 oylab ayollarini oilasini tashlab ketishadi. Bu vaqtda ayollarda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin va bu sut bezi, ya'ni ko'krak bezi saratoniga rakka olib kelishi mumkinmi? Mana ko'p vaqtdan beri ayoli eri bilan aloqada bo'lmagandan keyin. Bo'lishi mumkin, lekin hammada ham uchramaydi. Asosan bu genetik jihatdan bo'ladi. Ya'ni ota-onasidan farzandlarga gen orqali o'tishini. Albatta, bu turmushga chiqqandan keyin jinsiy yaqinlik har doim bo'lib turishi kerak. Regular tarzda, agar 6 oy, 1 yil uzoq vaqt o'tgandan keyin albatta женский половой gormonlar deydi. Bular gormonal disbalansga kelib, shitovniy железа va miyadagi gormonlar ba'zi birlari o'zgarish hisobidan ko'krakda patologiyalar kelib chiqishi mumkin. Ba'zilari rakka ham o'tishi mumkin. Buni tekshirib ko'rib, keyin aniqlanadi. Ha. Endi 100% rakka o'tadi deb bilmaymiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shunda bo'lmasa qanday kasalliklar bo'lishi mumkin ko'krakda agar mana shu jinsiy aloqa yetishmasa? Ko'proq mastopatiyalar kelib chiqadi. Xavfsiz o'smalar kelib chiqishi mumkin va og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Bu faqat mana turmushga chiqqan ayollar uchun, to'g'rimi? Turmushga chiqmagan ayollarda ham bo'lib turmaydi, to'g'ri? Bo'ladimi yoki ham? Turmushga chiqmagan ayollarda, qizlarda ko'proq xavfsiz o'smalar uchraydi. Fibroadenomalar ko'proq bo'ladi. Bular 13 yoshdan 25 yoshgacha, 30 yoshgacha bo'lgan qizlarda ko'proq shu fibroadenomalar uchraydi. Bular og'riq bermaydi. Faqat ko'krakni shu paypaslaganda kichkina tugullar, qattiq tugullar paydo bo'lib, ular asta-sekinlik bilan ketayishni boshlaydi. Va keyin uni qizlar o'zi sezib qolishadi. Oynaga qaraganda yoki yuvinganda bexosdan bilib qolinadi. Obunachilarim, ko'rdingizlarmi? Mana shifokorimiz ham aytib turibdilar. Men juda ko'p aytganman bu narsani. Ko'pchilik xato ham tushunishgan. Ya'ni chet davlatga ketishgan payti erkaklarimiz, men aytganman, iloji bo'lsa 3 oydan kelib ketinglar yoki bo'lmasa ayolingizni ham olib ketinglar. Bu har qanday o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Ayolingizda ham, o'zingizda ham deb aytganman. Mana shifokorimiz buni tasdiqladilar. Shuning uchun maslahatimizga rioya qilinglar. Bu pul topaman deb sog'ligingizni yo'qotib qo'ymang. Nafaqat o'zingizni, balki ayolingizni ham sog'ligini muammo kelishi mumkin. To'g'rimi? Albatta. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Ko'krak bezlari birisi katta, birisi kichik. Bu normal holatmi deb yozibdi. Albatta, bu ko'pchilik ayollarimizda 70-80% hollarda asimetriya, ya'ni ko'kraklarning bittasi katta, bittasi kichik. Bu как urologik nimada bemorlarda ham bitta moyaklarning uzun, kalta, kichik bo'lishi mumkin-ku. Bu normal hisoblanadi. Absolut normal. 70-80% ayollarda asimetriya uchraydi. Men androlog bo'lsam ham, mana ijtimoiy tarmoqlardan juda ko'p keladi savollar. Ko'krak bo'yicha ham yozishadi, ya'ni bir tomoni katta, bir tomoni kichik. Bundan xavotirga o'rin yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. U normalda ham ozgina farq qiladi. Joy katta farq qilmasa ham ozgina farq qilishi mumkin. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Qanday belgilar ko'krak bezi saratoni borligini bildiradi? Oddiy uy sharoitida tekshirish usullaridan ikkitasi, ya'ni ko'krakni terisini va so'rg'ishlarni rangini bilish kerak. Bunda ko'krakda qizarishlar bo'lsa yoki limon po'stlog'i kabi mayda nuqtalar paydo bo'lgan bo'lsa, so'rg'ishlar ichkariga tortilgan bo'lsa yoki og'riq asta-sekinlik bilan boshlayotirgan bo'lsa, shu muammolik ko'rikdan o'tish kerak. Agar paypaslaganda qo'ltiq ostida yoki ko'krakni o'zi 4 qismga bo'lib o'rganiladi, qaysi sohasida kichkina tugun aniqlangan bo'lsa, shu muammolik ko'rikka borish kerak. Shu joyda bir aytib o'tib ketaylik. Uy sharoitida nimani tavsiya qilasiz? Qanday tekshiruv usullarini? Bemorlarimizni o'zlari ham bir tekshirib bilsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Qancha vaqtdan tekshirib turishlari kerak? Haftada birmi, oyda birmi, 10 kunda birmi? Qanday usullar? 3 oydan o'zlarini ko'rikdan o'tib turish kerak. Qanday qilib uy sharoitida bir ko'rsatib bersangiz shuni. Manekeni ham olib kelibsiz, manekeni ko'rsatib bersangiz. Oynani oldiga boriladi, yechiriladi xonada va
terini va so'rg'ichlarni ko'zdan kechiradi. Keyin asta sekinlik bilan paypaslaydilar. Zash birinchi ko'rish. Ko'krak o'z bez to'qimasi yumshoq yoq to'qimadan iborat bo'ladi va u srazi seziladi. Agar bir tugun bo'lsa, qattiq bo'lsa, уже srazi bilinib turadi. Xo'p, ko'rdik. Rangi o'zgarmagan. Aytganingizdek, qanday ushab ko'ramiz uni? Ushash tartibi ham bormi? Ha, o'sha. Soat bo'ylabmi yoki Soat bo'ylab. Mana shunday. Ushaladi. Oldin usti, keyin past qismi ushaladi. Keyin qo'ltiq osti paypaslab ko'riladi. paypaslab ko'riladi. Agar paypaslab ko'rilganda qattiq bir nima aniqlansa, tugan aniqlansa, уже mamolog ko'rikka borish kerak. Darhol, masalan, mamologga borish kerak. O'zi kelib boshqa tekshirib ko'radilar uni. Xo'p, bo'lmasa davom etamiz keyingi savolimizga. Xo'p. Sut bezi saratoni kimlarda ko'p uchraydi? Ya'ni kimlar moyil bunga va qanday buni oldini olish mumkin? Juda ham qiziqarli Bezi saratoni ko'proq ular ota-onadan farzandga beriladigan genetik predisposition deydi. Ota-onasida yoki buvisi, momosida rak kasalligi uchragan xotin-qizlarda risk ko'p bo'ladi. Bu bir. Buni qanday aniqlash mumkin? Hozirda laboratoriyada genni aniqlash, DNKni aniqlash usullari yo'lga qo'yilgan. Bu bizning klinikamizda ham bor, bu Toshkentda ham bor. Surjimitdan bor. Surjimitda ham bor. Ular genda BRCA1, BRCA2 degan genni aniqlanadi. Shu gen aniqlansa, bemorning o'zida bir qattiq tugunlar yoki bir rakka umuman podozreniya bo'lmasligi mumkin, lekin uni qonida, genida, DNKsidan shu gen aniqlangan bo'lsa, bu qiz albatta rak kasalligi bilan og'riydi. Qachonkidir. Balki 30 yoshda, balki 40 yoshda shu kasallik bilan uchrashi mumkin. Masalan, chet elda bunaqa nimalar ko'p o'tiriladi. Analizlar ko'p topshiriladi va gormonlar ko'p tekshirib turiladi. Angelina Jolie misol tariqasida uni onasida sut bezi saratoni bilan og'rigan va u qiz paytida geni topshirib ko'rib, BRCA1 geni aniqlangan va ikkita ko'kragida ham podkojniy mastektomiya dedi. Ya'ni terisi qoladi ko'krakda, ichidagi yog' to'qima ham o'zini собственный молочный желез ichidagi to'qimalar olib tashlanib, implant qo'yilgan unga yoshlik paytida. Bu. Ha, bir ko'rsatib tushuntirib bersangiz buni? Bu silikonoviy implant. Hozirda Rossiyada, Yevropada, butun dunyoda, bizning O'zbekistonda ham, Urganchda ham, bizning klinikada ham bu qo'yiladi. Значит, mana shu ko'krak bezi olib tashlanadi, teri ostiga qo'yiladi. Teri ostiga yoki muskul ichiga qo'yiladi. Bu garantiyasi bormi buni? Buni garantiyasi pожизненный. Hozir butun hayoti davomida garantiya beriladi. Hozir men qisib ko'rsam kesilib ketmaydi. Yo'q, kesilmaydi. Qisib ko'rsam bo'ladimi? Точно. Точно. Точно yirtilmas ekan, mana bor kuchim bilan qisyapman. Bemalol ko'dirsanglar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Sut bezi rakini qanday tekshiruvlar bilan aniqlanadi? Eng birinchi tekshiruv usuli mammolog o'zi osmotr qiladi. Bu bir. Agar patologiya aniqlansa, UZI sut bezlarini UZI qilinadi. Bu yerda sal yana chuqurlanib onkologiya nima podozreniya bo'lsa, yoshi 40 dan oshgan bemorlarni mammografiya, ya'ni rentgen ostida ko'kraklar ko'riladi, ikki proyeksiyada. Agar rak tasdiqlanadigan bo'lsa, unda tripam biopsiya deydi. Biza shu qattiq tugunni ichidan kichkina igolka bilan shu to'qima, mayda to'qimasini olib gistologiya tekshiruvga yuboriladi. Agar gistologiya tekshiruvida rak aniqlansa, biz uni IGH tekshiruvi, ya'ni immunohistoximiya tekshiruvi deydi. Shu bo'yicha yana qayta tekshiriladi. 10 kun, 15 kun davomida nimani ekib ko'riladi. Nima dehqonchasiga aytganda shu to'qimani, mayda go'shtni ekib ko'riladi va uni podtiplari aniqlanadi. Hozirda Amerika onkologiya assotsiatsiyasi o'zi chiqargan klassifikatsiya bo'lingan. Bunda rakni 4-5 podtip turlarga bo'lishgan hozir.
va o'sish tartibiga qarab G1, G2, G3 turlariga bo'lingan. Ko'proq uchraydigan podtiplaridan biri luminalli A tip, ya'ni gormonga moyil turi bo'ladi. Bu jenskiy gormonlar, estrogenlar ko'p nima qilgani uchun rak tezroq o'sadi. Luminal B tip, HER2 положительный va трижды negativniy podtiplarga bo'lingan. Undan tashqari rak pidjata deydi. Bu so'rg'ichlarda yaraga o'xshab turadigan rak turi bo'ladi. So'rg'ichda uchraydi. Va u ko'proq yoshi o'tgan bemorlarda ko'proq bo'ladi. Mana hozir sut bezi raki bo'yicha ko'p savollar kelib turibdi. O'qib gaplashib turibmiz. O'zbekistonda sut bezi raki bo'yicha kasallanganlar ko'pmi? Statistikasi bilsangiz aytsangiz uni ham, agar biladigan bo'lsangiz. Hozir dunyo bo'yicha, dunyo VOZ bo'yicha har 8 ta ayoldan bittasida sut bezi saratoni uchraydi. Bu juda ham ko'p. Onkologiyada birinchi o'rinda turibdi hozir sut bezi saratoni. Bu degani 8 ayoldan bittasida rak uchraydi. Va shundan halok bo'ladi. Bu qo'rqinchli statistika, juda qo'rqinchli statistika. Xo'p, davom etamiz. Birats 2 ASRS fibroz kistoznoy mastopatiya qanchalik xavfli? Buni qanday davolash mumkin? Hamma bemorlarga 100% ximiya qilinadimi deb yozibdi. Albatta. Bizda uzviy tekshiruvi va mammografiya, ya'ni ko'krakni rentgen usullari bor. Va bu birodis nimani ko'rsatkichlari? Затемнение deydi buni. Birodis 1 dan 6 ga qo'yilgan. Agar 1, 2 yoki 3 chiqadigan bo'lsa birodis, bu ko'proq xavfsiz o'smalarda bo'ladigan, qo'yiladigan tashxis hisoblanadi. Bemorimiz hozir birodis 2 ekanda, xavfsiz bu. Bu xavfsiz deb baholanadi. Xavfsiz o'simta. Uni olib tashlash mumkin bemalol. Yoki bu katta bo'lmasa 1,5-2 santimetrdan kichik bo'ladigan bo'lsa, u bir umr ham turaveradi. Bu qaysi holatlarda mana birodis 2 dedingiz-ku, bunda kichkina javob tashlanadi bo'ldi. Unga implant qo'yilmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Polni hammasi ketgan bo'lsa, unda implant qo'yiladi. Shundaymi? U qaysi birodis 6 ga kiradimi, 5 ga kiradimi, qaysiga kiradi? Birodis agar 4 chiqsa, bu уже подозрение bo'ladi. Rakka gumon bo'ladi. Bu holatda tripanbiopsiya, ya'ni mayda tugunning ichidan etini olib ekib ko'riladi gistologiyada va turi aniqlanadi. Turi aniqlangandan keyin agar ko'krak kattaroq ko'krak bo'lsa, bu sektor rezeksiya, ya'ni ko'krakning ma'lum bir qismini operatsiya qilib olib tashlash mumkin. Lekin uning stadiyasi 3-4-stadiya bo'lsa yoki ko'kragi kichkinaroq bo'lsa, unday hollarda ko'krakni betamom olib tashlanadi. Ya'ni radikalniy mastektomiya amaliyoti o'tiriladi. Bu bizning O'zbekistonda ham o'tiriladi. Bu Rossiyada ham, Amerikada ham shunday bo'ladi. Lekin Rossiyada ko'proq mastektomiya qilgandan keyin silikon implantlar birdaniga qo'yib ketiladi. Hozircha bu O'zbekistonda endi yo'lga qo'yilyapti. Lekin bizning klinikamizda qo'yiladi. Biz o'zlarimiz qo'yamiz hozir. Tushunarli. Xo'p, mana aytdik hozir ko'krak bezi saratonida olib tashlangandan keyin mana implant qo'yildi, boshqa qilindi. Bundan keyin u ximiya oladimi? Yana umr davomida yoki bu ximiya olmaslik rakni podtipiga bog'liq holda bo'ladi. Agar gormonli turi bo'ladigan bo'lsa, ko'proq bizda 70-80% hollarda gormona zavisimi, ya'ni luminal A yoki B tipi uchraydi. Bunday hollarda ko'krakni mastektomiya qilinadi, implant qo'yilishi mumkin agar bemor xohlasa va gormonoterapiya qilinadi. 5 yil davomida eng ko'p ishlatiladigan preparatlardan hozir tamoksifen. Bu tabletka formasida bo'ladi va hisobga olinadi, bemor dispanserizatsiya qilinadi va 5 yil davomida shu tabletkani iste'mol qiladi. Ximiya olmaydi, nur olmaydi, target terapiya qilinmaydi. Yaxshi. Xo'p, davom etamiz. Sut bezi saratoni, ya'ni rakni operatsiya qilish yangi texnologiyalar bormi? Nima uchun bemorlar aynan sizni klinikangizga, siz ishlayotgan klinikaga kelishlari kerak?
onkodispансерlarda ham operatsiya qilishadi-ku deb yozishibdi. Ha, albatta. Klinikada barcha sharoitlar nimani ichida? Klinikaning o'zida. Tekshiruv usullari, laboratoriya, gistologiyasi, hamma narsasi o'zining ichida. Bu bir. Ikkinchidan, silikonli implantlar qo'yilish yo'lga qo'yilgan. Bu ikki. Uchinchidan, narxlar ham unaqa qimmat emas. Budjet tarafdan qaraydigan bo'lsak, onkologiyani o'zida implant qo'yilmaydi. Bunga hali davlat ruxsat bermadi va keyinchalik albatta bunga o'tishadi. Lekin Rossiyada implantlar bepul qo'yiladi. Davlat tomonidan bepul qo'yiladi. Rossiyada o'qigan paytimda ko'rikdan o'tgan bemorda rak aniqlansa 2 haftaning ichida уже hisobga qo'yiladi bemor. Uchotga qo'yiladi va 2 haftaning ichida uni operatsiya qilishadi. Operatsiyadan oldin ko'krak qay tarzda olib tashlanadi? Masalan, sektor rezeksiya qilinadimi yoki radikal mastektomiya, ya'ni ko'krakni batamom olib tashlab, agar bemor xohlasa, bepul implant qo'yib berishadi. Implantlar ham 2 turga bo'linadi. Bu yerda hozir silikonli implant va ekspanderlar ko'rsatilgan. Mana bu yoningizda turgani. Bu ekspanderlar juda qulay va bemorni yo'qotilgan ko'kragining o'rnini terini o'stirib berish uchun ishlatiladi. Bu bizning klinikamizda ham qo'yiladi, Rossiyada ham shu o'zidan qo'yiladi. Aytgancha, bularga garantiya bormi? Umrning oxirigacha firma garantiya beradi. Qo'ydirding, ketding. Tamom. Hech nima bo'lmaydi. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Sut bezi raki davolanganidan keyin bemor hayot tarziga qanday ta'sir qiladi bu narsa? Ha, albatta. Agar onkologiyada bemorlarda sut bezi saratoni aniqlansa, ko'krakni olib tashlash amaliyoti qo'llaniladi. Va masalan, katta chandiq qolishi mumkin. Katta chandiq qolgandan keyin bemor uyga chiqib ketadi-ku. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir u chandiqlar har doim unga rakni eslatib turaveradi. Agarda bemor stressga ko'proq tushaversa, uni turmush o'rtog'i ham stressda yurishi mumkin. Ko'proq shu stressni oldini olish uchun Rossiyada bepul implantlar qo'yiladi. Endi bizning klinikamizda ham hozir qo'yilib turibdi. Bu implant nima uchun kerak? Bu ko'krak baribir ayollarning eng ko'rinib turadigan jinsiy organi hisoblanadi. Shu ko'krak bilan u jenstvenni bo'lib turadi ayollar. Agar ko'krak saqlanib qolsa, rak bo'ldi, ko'krak olib tashlandi va implant qo'yildi. Как будто ничего не было. Ko'krak o'zini joyida turibdi. Ya'ni o'ziga bo'lgan ishonch yana turadi. O'ziga bo'lgan ishonchi o'zi turadi. O'lib qolmaydi. Ha, stressda bo'lmasligi mumkin. Ko'proq katta chandiq tursa, bu stressda yuradi bemorlar. Katta postoyanni eslatib turadi-da bu rak o'tkazganligini. Shu bemorlarga ham hozirda chandiqni yo'q qilib, implant qo'yib berib, ko'krakni oldingi holatga qaytaramiz. Reduksionniy mammoplastika deb ataladi bu bizning nimada? Bizning klinikamizda qo'yiladi shu. Agar shunaqa bemorlar bo'ladigan bo'lsa, bemorlar sizga murojaat qilishlari mumkin. Albatta. Do'stlar, vrachimizning nomerlarini va Instagram hamma ma'lumotlarni mana shu ekranda qoldiramiz. Montajda qo'yib yuborishadi, xudo xolasa. Bemorlar agar sizda qandaydir bir ko'krakda muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xorazmdan bo'lasizmi, O'zbekistonning xohlagan nuqtasidan vrachimizga chiqishlaringiz mumkin aloqaga. Albatta, javob berishadi. Albatta. Javob berasiz. Mana vrachimiz aytayaptilar. Albatta, kim qanday savollaringiz bo'lsa, Instagrammi, Telegrammi hamma yozishlaringiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Mammografiya nima va uni qancha vaqtdan qilib turish kerak? Mammografiya ko'krakni tekshiruv usuli hisoblanadi, ya'ni rentgen orqali ko'kraklarni tushiriladi. Ikki proyeksiyada, oldingi va yonbosh tarafdan tushiriladi. Bemorlarning yoshi 40 dan oshgan bo'lishi kerak. 40 yoshdan kichik bo'lgan bemorlar mammografiyaga tushmaydi. Har yili bir marta sog'lom odam bo'lsa ham tushib turishi kerak hisoblanadi. Xohishga bog'liq, to'g'rimi? Xohishga bog'liq.
U tez tushib tursa zarar yo'q buni. Yoki bormi? 6 oydan tushishiga ruxsat beriladi. Ya tez tushishiga tez Yo'q. borib tushishga ruxsat Yo'q. yo'q. Xo'p, davom etamiz bo'lmasa. Plastik amaliyotlar, ya'ni ko'krakni kichraytirish yoki silikon implantlar bilan kattaytirish kimlarga to'g'ri keladi yoki bemor xohishiga asosan operatsiya qilaverasizlarmi deb yozishibdi. Albatta, ko'kraklari katta bo'lsa, ya'ni gigantomastiya deb diagnoz qo'yiladi. Bunda bemorda og'riq bo'lishi mumkin, bo'yinlarida artroz boshlangan bo'lishi mumkin yoki ko'krakni terilarida o'zgarish bo'lishi mumkin. Bu qo'ltiq osti sohasida yoki ko'krakning tagidagi qo'jalarda yallig'lanishlar yoki terlash yozda masalan ko'p bo'ladi-da bu narsalar. Ham bo'yinda inkayishlar hosil bo'lsa, artrozlar bo'ladigan bo'lsa, ya putoz diagnozlari qo'yiladi va ya'ni ko'krakni kichaytirish, mastopeksiya deb ataladi bu nima? Ko'krakni kichaytirish amaliyotlari o'tirilishi mumkin. Shunaqa pokazlar qo'yilishi mumkin. Figurasiga ham ta'sir qilib ketadi-da, og'ir, to'g'rimi? Figurasiga ham ta'sir qiladi, terisiga ham ta'sir qiladi, bo'yindagi o'tgan sosudlariga ham ta'sir qiladi. O'zi uveriniz bo'lmaydi odam o'zida. Ishonch yo'q oladi. Figurasi ketgandan keyin ko'pincha bu yoshi 30 dan 40 dan o'tgan bemorlarda, semizroq bo'lgan bemorlarda shu putozlar ko'proq uchraydi. Tushunarli. Xo'p, mana shu bir misol bilaysiz, masalan, sizga shunaqa bemor kelganda, to'g'rimi? Bunaqa bemorlar menimcha ko'pdir, kichraytirishga kelganlar. Hozir ko'p. Ko'p, ha? Operatsiya qildingiz. Qancha vaqtdan keyin u bemalol hayot tarziga chiqib ketaveradi, oddiy hayot tarziga? Hozirda klinikamizda semiz bo'lgan bemorlar, ya'ni semizlik, ojireniya, morbidniy ojireniya simptomi bilan ko'p bemorlar oshqozon kichaytirish amaliyoti o'tirilmoqda. Ular 6 oydan keyin, 1 yildan keyin ozishadi, lekin terisi osilib qoladi. Qorni yoki ko'krak osilib qolishi mumkin. Shu bemorlarda ko'proq ko'krak kichaytirish plastik amaliyotlari o'tiriladi. Undan tashqari ko'krak yirik bo'lib, o'zi tug'ma naslda ko'krak yirik, ya'ni gigantomastiya bo'ladigan bemorlarda ko'krak kichaytirish amaliyoti shularda o'tkaziladi. Operatsiyadan keyin 4-5 kun klinikani o'zida qoladi. Kuzatib turiladi. To'liq 2 oydan keyin oldingi ish faoliyatidan qaytishi mumkin. Bemorga haftaning ichida shu uyga javob beriladi, lekin to'liq shu yaralar bitinchasiga 2 oy muddat ketadi. Qarsitda yuradi. Ya'ni bu degani endi 18+ hol ketadi. Bu degani yere bemalol o'shab ko'rib, jinsiy aloqa qilib, nima qilsa muammosi yo'q, ha? Unaqa 2 oydan keyin. Hech qanday travma bo'lmaydi, hech bir asoratlar yo'q kelmaydi. Hayotiga qaytishi mumkin. O'zi asoratlari bo'ladimi buni masalan aytayotganingiz? Qanday asoratlar bo'lishi mumkin agar mana shu bemorlar ko'krakini kattaytirsa yoki kichraytirsa, qanday asoratlar ularni kutib turibdi? Ko'krakni kichaytirganda to'qimasi o'zida qoladi. Bemorning o'zining to'qimasi-ku. Bunga ko'proq attajeniya berishi mumkin agar sifatsiz iplar, choklar ishlatilgan bo'lsa. Yoki terisida ko'p allergik nima bo'lsa. Endi har xil teri bo'ladi, har xil odam bo'ladi. Buni oldindan aytish qiyin. Ba'zi bir odamlarda chandiqlar keloidni bo'lib bitadi. Keloid deganni ham tushuntirib ketsangiz. Keloid degani yirik grubi chandiqlar. Bitta joyi kesilsa, yoshligida yiqilgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, u chandiqlar tez bitib ketmaydi. Qaytanga grubi bo'lib turishi bu keloidni rubeslar bo'ladi. Bu hammada bo'lmaydi, ba'zi bir odamlarda, lekin albatta bu chap turadi. Buni ham hisobga olish kerak. Lekin ko'kragi yo'q, kichik ko'krakli ba'zi bir xotin-qizlar bo'ladigan bo'lsa, ularga implant qo'yish mumkin. Uni yiriklashtirish maqsadida qilinadi. Asosan bunga lekin bemorning o'zi xohishiga qarab qo'yiladi. Agar turmushga chiqmagan bo'lsa ham implant qo'yish mumkin bemalol, keyinchalik turmushga chiqib bolasini emizishi bemalol mumkin. Ha, emizishi mumkin implant qo'ygandan keyin. Implant qo'yilgandan keyin bemalol emizishi mumkin. Mana shu savolni qiziqtirayotganda o'zimni ham, masalan, implant qo'ydiradigan bo'lsa, u bemalol emiza oladi. Albatta. Bu o'zidan shunda ko'krak bezi olib tashlanib implant qo'yiladi. Ha. Tushunarli. Bu boya savolda ham aytib o'tishgandi, ya'ni ixtiyoriy ham qilinaveradi, to'g'rimi? Qilinadi. Kattaytirish, kichraytirish Ixtiyoriy ham bo'ladi. qilinadi. Xo'p. Davom etamiz. Xo'p.
Bemorda DNKsida BRK1, BRK2 gen aniqlansa, sut bezi saratoni kelib chiqadi dedingiz. Bu genni qanday aniqlanadi va oldini olish mumkinmi yoki bemor rakdan halok bo'lib ketaveradimi? Bu qon analizida genlarni tekshiriladi va shu DNKsida BRK1 geni aniqlanadigan bo'lsa, u qonida уже yuribdi rak. Bu rak zaprogrammированный, ya'ni уже oldindan miyada уже rejalashtirilgan va uni yoshini siz bila olmaysiz. Qachonki uni nimasi programmasiga to'g'ri keladi va rak vujudga keladi. Qonida gen aniqlandimi, rak geni уже bemor shu bilan kasallanadi. Uni oldini olish uchun ko'proq mastektomiya amaliyotlari o'tiriladi va implantlar qo'yiladi. Misol uchun Anjelika Jolining onasida shu sut bezi saratondan halok bo'lgan, o'zida shu gen aniqlangan va u podkojniy mastektomiya amaliyoti o'tirib implant qo'yilgan uni ko'kragiga. Shunday qilib u o'zini rakdan nima qilgan? Oldini olgan. Lekin bu ham ko'p unga yordam bermaydi. Ma'lum bir vaqtdan keyin va ba'zi bu qonda yuribdi shu rak, aylanib yuribdi va qayergadir o'tirib keyinchalik rivojlanishi mumkin. Lekin bemorning umrini 20 yil, 25 yil davomida uzaytirib bera oladi. Bu lekin uzoq muddat. Shunaqa yo'llar bor, boshqa yo'li yo'q. Boshqa yo'li yo'q. Tushunarli. Xo'p, davom etamiz. Sut bezlarida og'riq bo'lsa, hamma mastopatiya diagnozi qo'yadi. Bu qanchalik to'g'ri? Albatta. Hozirda bu mastopatiya diagnozi juda ham ko'payib ketdi. Ommalashib ketdi deng. Bemorlar o'zi ham shunaqa tashxis qo'yib olishadi. Ko'krakda og'riq bittasida bo'lishi mumkin yoki ikkalasida ham bo'lishi mumkin. Ko'pincha menstruatsiya vaqti, ya'ni hayz paytida ko'proq og'riqlar bo'ladi ko'krakida. Buni albatta tekshirib ko'rib, UZI qilib, mammolik ko'rigidan o'tib, keyin diagnoz qo'yiladi va buni davolash usullari bizda bor. Bemorlar murojaat qilishlari mumkin. Yana aytaman, sizlarda ko'kraklaringizda muammo bo'ladigan bo'lsa, shifokorimizga, onkomammolik shifokorimizga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ma'lumotlar hammasi qoldiriladi. Davom etamiz bo'lmasa, keyingi savol, ayollarda xavfsiz o'sma, fibroadenomalar keyinchalik o'sib, tarqalib, rakni keltirib chiqarishi mumkinmi? Xalq tili bilan aytganda, urg'ochi o'sma ekan deyishadi. Buni qanday izohlash mumkin? Buni oddiy qanday tushuntirish mumkin? Ko'pincha turmushga chiqmagan qizlarda, ya'ni 12-13 yoshdan keyin to 25-30 yoshgacha bo'lgan qiz farzandlarida fibroadenomalar uchib qoladi. Bu xavfsiz o'sma hisoblanadi va buni bemalol olib tashlash mumkin. Lekin bu rakka o'tib, ya'ni xavfli o'smaga o'tib rivojlanib ketmaydi hech qachon. Ketmaydi. Izначально, ya'ni oldindan agar bu rak bo'lmagan bo'lsa, ba'zi bir holatlarda bemor tekshirishadi va fibroadenoma diagnozi qo'yiladi. UZIga qarab yoki trepambiopsiya olgan payti sal noto'g'ri xulosaga kelib rakni fibroadenoma bilan almashtirishadi va fibroadenoma deb diagnoz qo'yib, uni olib tashladi. Sal paytdan keyin esa u qaytadan o'sib chiqib nima bo'ladi? Qayta yiriklashadi. O'sha paytda ana xalqimizda bu urg'ochi nima ekan, qayta yana o'sib chiqdi, fibroadenoma rakka aylandi, oldindan fibroadenoma qo'yilgandi tashxisi, keyin bu rakka o'tar ekan deb keyin bu nima ommalashgan. Lekin u oldindan o'sha rak bo'lgan. Fibroadenoma bo'lmagan. Ana shu chalkashlikda hozirda lekin bo'lib turibdi. Kam, lekin bor. Tushunarli. Xo'p, davom etamiz. Ko'krak bezi raki, ya'ni saratoni homilador bo'lishimga ta'sir qiladimi deb yozibdi. Shunday holat bo'lgan. 3 yil oldin nimada, Peterda, городской onkologiyada ishlayotgan paytimizda homilador ayolda rak aniqlandi. 6 oylik homilasi bor, lekin ko'kragida rak
aniqlandi va uchetga qo'yilib, buni operatsiya qilindi. Operatsiyadan keyin albatta bemorga ximiya urilmaydi. Ximiya unga bolasiga ta'sir qiladi albatta. Lekin rak aniqlansa, darhol uni operatsiya qilish kerak. Endi bu homiladorlik paytidagi. Homiladorlik paytida bo'lsa ham, tug'ruqdan keyin aniqlangan bo'lsa ham, emiziklik bo'lsa ham. Hali turmushga chiqmagan qiz rak aniqlandi. Olib tashlab, plastika qilindi, boshqa qilindi. Keyin u homilador bo'lib biladimi? Shu ma'noda yozishyapti-da. Albatta. Homilador bo'lib biladi. Va albatta buning uchun ham bo'ladi. endokrinolog nazoratida bo'lib va onkolog nazoratida bo'lish kerak. Gormonlarni ko'rib, onkolog ko'rsatmasiga asosan bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Davom etamiz. Bitta ko'krakda emizsa, katta, kichik bo'lib, ikki xil bo'lib qoladi. Bunga qanday qaraysiz va buni qanday to'g'rilasa bo'ladi deb yozishgan. Albatta, ba'zi bir hollarda shunday ko'proq bo'lyapti hozir. Yangi turmushga chiqqan birinchi tug'ruq farzandida emizishni yaxshi bilmaydi ayollar va bitta ko'kragida ko'proq emizib qo'yadi. Ikkinchi ko'kragini bola xohlamayapti yoki bo'lmasa balki bitta ko'kragida ko'proq nima qiladi? Protoklari, sut protoklari yaxshi bo'lgani uchun ko'proq sut kelishi mumkin. Ikkinchi ko'kragida sut bezlari yaxshi rivojlanmaganligi hisobiga kamroq emizib, u kichirib qolishi shundan kelib chiqadi. Bu albatta uni plastik amaliyotlar bilan plastika qilinib to'g'rilanadi. Boshqa uy sharoitida hech qanday qilib to'g'rilab bo'lmaydi bu. Uy sharoitda uni gimnastika qilib yoki boshqa nima qilib uni to'g'rilab bo'lmaydi. Xo'p, hozir mana Instagramda ham, ko'p internetda ham chiqib ketyapti. Mashqlar bilan dedi, ko'krakni tikka qilib beramiz, boshqa qilamiz deb. Bunga qanday qaraysiz? Endi sut bezi to'qimasi asosan ikki to'qimadan iborat. Sut bezining to'qimasi va yog' to'qimadan iborat bo'lgani uchun buni ostida muskullar joylashgan bo'ladi. Gimnastika bu mushaklarga ta'sir qiladi. Bu ko'krakning yog' to'qimasiga ta'sir qilmaydi. Sut bezini ortidagi mushaklar rivojlanadi. Bu sal taranglashishi mumkin, lekin ko'proq u ta'sir qila olmaydi ko'p. Mashqlar bilan osilgan ko'krak osilganligicha to's holatda turaveradi. Ortidagi muskullar lekin rivojlanishi mumkin. Ko'krak osilganicha qolishi mumkin. Qoladi, to's qoladi. Tushunarli. Xo'p, mana yana bitta savol o'zimda ham tug'ilib qoldi. Masalan, farzand tug'di, homilador ayol emizmadi. Nima qilish kerak? Sutni chiqarib tashlash kerakmi yoki nima bo'ladi? Ko'p hollarda rak uchragan bemorlarni anamnez yig'ilgan paytimizda rak ko'proq kelib chiqadigan bemorlarni so'rab qolsak, abort ko'p bo'lgan bemorlarda, menopauza ertaroq, ya'ni qondan erta qolgan bemorlarda va ko'krak emizishdan xalos bo'lgan ayollarda ko'proq ko'krak kasalliklari uchraydi. Xavfli va xavfsiz o'smalar shu bemorlarda ko'proq bo'ladi. Ko'zimiz masalan ko'rish vazifasini bajaradi. Qo'limiz ishlash nima vazifani bajaradi. Ko'kraklar albatta sut bezi. Bu sut chiqarish kerak. Agar o'z faoliyatini bajarmasa, bunda patologiya kelib chiqish ko'payadi. Rak ham kelib chiqishi mumkin. Shu ehtimol shu masalan risk bo'ladi. Chiqarib tashlash kerak ko'krakdan sutni. Da. Xo'p. Davom etamiz bo'lmasa. Menda ko'krak bezi hali ham bor. Ya'ni o'g'il bola yozyapti. 16 yoshimda chiqqandi. Hozir 25 yoshdaman. Doktor, zarari yo'qmi? Bu kasallik ginekamastiya deb ataladi. Xud erkaklarda sut bezi yo'q-ku, lekin ko'krak bezlari yiriklashib, osilib, ayollarnikiga singari yirik bo'lib turishi mumkin. Bu ginekamastiya kasalligi deb ataladi va uning ichida bez joylashgan bo'ladi. Bu bezlar yo'qolmaydi. Uni operativ yo'l, ya'ni plastik amaliyoti bilan olib tashlash mumkin. Qanchalik trenorovka qilsa ham, boshqa qilsa ham yo'qolmaydi. Yo'qolmaydi. Shu osilganligicha turaveradi. Olib tashlash kerak. Olib tashlab qutuladi. U qaytib chiqishi mumkinmi? Yo'q. Bir olib tashlagandan keyin yo'q. Bir olib tashlab, tamom. Hurmatli erkak obunachilarimiz, agar sizlarda ko'krak bezida mana shu ko'krak katayish bo'lgan bo'lsa,
ko'krak bezida mana shu shifokorimiz aytib o'tgan ginekamastiya bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Buni faqat operatsiya bilan olib tashlash kerak. Menimcha operatsiyasi ham qo'rqinchli operatsiya emas, oddiy operatsiya bo'lsa kerak. To'g'rimi? Bir kundan keyin javob bera yuborishadi. Bemalol oddiy hayot tarziga qaytib ketadi. Buni masalan semirishdagi chiqqan ko'krak bilan ginekomastiyani farqi qanday bilishadi? Ba'zi bir yigitlarda o'spirin paytida gormonal disbalans ko'payib, ya'ni ojireniya bo'lib qoladi va yog' to'qimalar yiriklashib ketadi. Agar sport bilan shug'ullanib ozadigan bo'lsa, terisi osilib, yog'i osilib qolib yuradi. Lekin u agar ko'kragida bezchalar bo'lmasa, uni oddiy liposaksiya deydi, ya'ni bitta prokol bo'lib teshilib, yog' to'qimasini olib tashlasa, bu to'g'rilab ketaveradi. Lekin agar bezcha aniqlanib, ginekamastiya bo'ladigan bo'lsa, unda bezni o'zini olib tashlagan ma'qul hisoblanadi. Tushunarli. Buni bir UZIda bilinadi, to'g'rimi? Bez borligi yoki yo'q? UZIda bilinadi. 100% UZIda bilinadi. Xo'p, davom etamiz. Menda bir tarafi shishgan, 3 yil bo'ldi, yo'qolmadi. Buni ham o'g'il bola yapti. Ya'ni bir tomonlama ginekamastiya. Ikki tomonlama ham bo'lishi mumkin, bir tomonlama. Bir tomonlama va ikki tomonlama ginekamastiya uchaydi. Buni ham olib tashlanadi. Olib tashlanadi. Ya'ni qaysi yoshgacha kutish kerak operatsiyani? Operatsiyani ko'proq shu 18-20 yoshdan keyin qilgan ma'qulroq. Shungacha yosh bolalarda yo'q qilmaymiz. Tushunarli. 18-20 yoshgacha kutish kerak, keyin agar yo'qolmaydigan bo'lsa olib tashlasa bo'ladi. Tashlanadi. Значит, shunda o'smirlik davrida yo'qolish ehtimoli ham bor ekan. Da. Tushunarli. Xo'p, davom etamiz. Menda ko'krak sohasini uchli bo'lib qolgan, ayollarnikiga o'xshab, lekin og'riq yo'q, shunchaki yog' bo'lishi mumkinmi deganlar. Ya'ni uchi chiqib qolgan deyapti. Ko'krakni uchi, ya'ni so'rg'ichlari ko'proq oldinga chiqib qolgan. O'g'il bolalarda. Biz uni albatta uzi qilib tekshiramiz. Balki uni ostida boshqa nima o'simta bo'lishi mumkin, papillit bo'lishi mumkin yoki bez bo'lishi mumkin, ginekamastiyaning o'zi ham bo'lishi mumkin. Albatta u tekshirib keyin diagnoz qo'yiladi. Baribir vaqt o'tkazmasdan ko'rsangani ma'qul. Albatta. To'g'rimi? Albatta. Xo'p, davom etamiz. Endi oxirgi savolimiz, ya'ni obunachilarimizga, bizani doimiy kuzatuvchilarimizga 3 ta eng zo'r maslahatingizni bersangiz. Sut bez saratoni hozirda onkologiyada birinchi o'rinda turibdi. Uy sharoitida ayollarimiz o'z ko'kragini palpatsiya qilib, terilarni ko'zdan kechirib turgani ma'qulroq. Bu bir. Ikkinchidan, turmushga chiqqan ayollar bo'lsa, tug'ruqda farzandlarni 100% emizishlari shart. 1 yil, 2 yil davomida. Albatta, endi Xorazm sharoitida va boshqa viloyat sharoitlarida katta ko'pchilik erkaklar chetga chiqib ishlashadi. Mana Rossiyaga, Finlandiyaga, Amerikaga ketishadi. Agar shunaqa uzoq safar bo'ladigan bo'lsa, lutshi xotinni ham olib ketgani ma'qul. Agar jinsiy yaqinlik 3 oydan 4 oydan ko'p uzoq vaqt bo'ladigan bo'lsa, albatta bu bemorlarda gormonal disbalansga olib keladi. Ya'ni ko'krakdagi nimalar, patologiyalar kelib chiqish ehtimoli, ya'ni risk ko'payadi. Jinsiy aloqa yetishmovchiligidan. Birinchi maslahatimiz shunda ko'krak bezlarini tekshirib turishlari kerak uyda, uy sharoitida. Ikkinchi maslahatimiz bo'ladi bu albatta emizish o'z vaqtida va uchinchi maslahatimiz jinsiy aloqa regular bo'lishi kerak. Agar uzoq safarga ketadigan bo'lsa, ilojini qilib, ayolni ham olib ketgani ma'qul. Menimcha bugungi podkastimiz, bugungi ko'rsatuvimiz sizlarga ham ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Savollaringiz bo'ladimi yoki so'raydigan narsalaringiz bo'ladimi? Albatta kommentariy yozib qoldiring. Ma'lumotlarimizni qoldiramiz. U yerga ham bemalol telefon qilib yoki yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga katta rahmat. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizga ham katta rahmat. Salomat bo'linglar.